Uyda pulingiz bor, bir yerda turibdi, M-bankingizda turibdi, uyingizda pul turibdi, shu unga, go'shtga, nonga, yana bir nimalarga deb olib qo'ygan pulingiz bor. Shuni sanamasanglar baraka, to'ldir baraka bo'ladi shuni ichida. O'shuni sanamash kerak. Boshqa tashqaridagi hisob kitobingiz, отчетingiz sanab ketaverasiz. Uyga ishlatadigan pulni sanamaymiz. Tushuntira oldingizmi? Oysha onamizdan keladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deydilar, bir idishga haligi bir buğdoyni, arpani bergan edi. Bir idishda, kichkina idishda. Qopcha bo'lsa kerak endi. Oldin tahina deydi, shu tegirmon, roha deydi, ikkinchisi tosh tegirmon bo'lgan. Qo'lda aylantirib, bu yoqdan un chiqqan kepakman billar. Shundan olib unini chiqarib non qiladigan, unini chiqarib non qilardi. Bir kuni bir ichini qarab ko'rash deb ichini qaradim. Ozgina qolgandan keyin tugab qoldi deydi. Uydagi boylikni ham shunday qilib ko'p qayta hisoblab bo'lmaydi. Pullarni qayta hisoblab bo'lmaydi. Barakasi o'chadi, barakasi qochadi, tugaydi, ozayadi. Qanchaligini qaramang. Jo'q, qanchaligimda qaraganingizda bilinayotgan bo'lsa, bir maydalab olib kelib qo'yib qo'ying. Hamma 5000 so'mlik qo'ygan bo'lsanglar, 1000 so'mlik qo'ygan bo'lsangiz, 200 so'mlik, 100 so'mlik qo'ying shuni. Sanash aqlingiz yetmay turibsiz. Aqli yetmaganga Xudo baraka beradi. O'ta aqlliga Xudo baraka bermaydi. U aqlman ketadi chunki. Aqlmanja ketish shart emas. Xudoni ko'rsatgan yo'l bilan duoman ketaverasiz. Xudo o'zi yo'l to'g'rilaydi. Jinning ishini Xudo to'g'rilab deydi-yu, sodiqini ham Xudo to'g'rilaydi. Lekin hisob kitob qilaversa, uydagi baraka nima qiladi? Ketadi. Ishonmasanglar sinab ko'ringlar. Sinaydigan narsa emas, lekin sinab ko'ring.